Quyi-Chirchiq tumanidagi 5 ta qishloq va 7 dan ortiq mahallalarni Toshkent shahri bilan bog'lab turuvchi yo'lning ta'mirtalabligi bo'yicha dasturimizga murojaat kelib tushdi. Bu yo'l ikki tomonlama harakat uchun mo'ljallangan, lekin bu tarafda shunaqangi chuqurlar ko'pligi sababli hamma faqatgina mana shu tomondan yurishga majbur bo'lmoqda, ko'rib turibsiz. Ana mashina tutab ketdi. Nima sababdan tutadi? Ammo yo'llari ariqlarga tushib, luja bo'lib yotibdi. Mana o'tadigan joy ham yo'q. Qiynalib ketdik mana. Hozir 3 soat deganda Do'stoboddan zo'rg'a Mashhadgacha yetib keldik. Mana mashina ham, motori ham yangi. Tutab ketdi даже. Yo'llar dabdala bo'lgani uchun yo'l transport hodisalari juda ham ko'p bo'ladi. Mana shu mahallalarda shahar bilan bog'lovchi bitta mana shu yo'l. Agar bemor bo'lib qolsa, ekstrenniy misol Toshkentga poliklinikaga bolnitsaga olib boradigan bo'lsa, bu yo'ldan borguncha nima bo'ladi? Tashovuldan boshlab Qo'yliqqa boradigan yo'llarimiz aholi uchun juda ham noqulay bo'lyapti. 15-20 minutda Quyi-Chirchiq tumanidagi 5 ta qishloq va 7 dan ortiq mahallalarni Toshkent shahri bilan bog'lab turuvchi yo'lning ta'mirtalabligi bo'yicha dasturimizga murojaat kelib tushdi. Bu yo'l ikki tomonlama harakat uchun mo'ljallangan, lekin bu tarafda shunaqangi chuqurlar ko'pligi sababli hamma faqatgina mana shu tomondan yurishga majbur bo'lmoqda, ko'rib turibsiz. Ana mashina tutab ketdi. Nima sababdan tutadi? Ammo yo'llari ariqlarga tushib, luja bo'lib yotibdi. Mana o'tadigan joy ham yo'q. Qiynalib ketdik mana. Hozir 3 soat deganda Do'stoboddan zo'rg'a Mashhadgacha yetib keldik. Mana mashina ham, motori ham yangi. Tutab ketdi даже. Yo'llar dabdala bo'lgani uchun yo'l transport hodisalari juda ham ko'p bo'ladi. Mana shu mahallalarda shahar bilan bog'lovchi bitta mana shu yo'l. Agar bemor bo'lib qolsa, ekstrenniy misol Toshkentga poliklinikaga bolnitsaga olib boradigan bo'lsa, bu yo'ldan borguncha nima bo'ladi? tashovuldan boshlab Qo'yliqqa boradigan yo'llarimiz aholi uchun juda ham noqulay bo'lyapti. 15-20 minutda yo'lga 1,5 soatda kelishadi, ishga borishadi. Avtobuslarda yursangiz, avtobusda yiqilib ketadi deb yuryapti. Viloyat hokimiga ham yozdik, o'zimiz hokimiyatga hech kim bu yo'llarni ta'mirlash uchun javob berayotgan yo'q. O'qishga, ishga boradigan yoshlarimiz rosa muammo bo'lyapti ularga. Kechqurun kelishguncha biz xavotirda o'tiramiz. Mana yozgan arizalarimiz, mana shuncha ariza xatlarimiz. Qo'yliqdan kelyapman. Kelayotganda ana yo'lning o'qir-cho'qirdan taksilar qo'rqib, kirib bilan aylanib keldik. Yo'l qiynayapti. Hamma yer yama. Yo'lovchilarga noqulay, vaqtda kela olmaydi. Ishdan kech qoladi, ishga kech keladi. Chuqur o'shim ko'p. Sog' joyi bir ozgina bo'lmasa hammasi yomon. Xo'sh, ushbu chuqurlarga to'la yo'llar qachon ta'mirlanadi? Mas'ullardan javob olamiz. Denali 30 yo'limiz bo'ladi. Davlat ahamiyatidagi aholilarni qiynab kelayotgan muammolarni o'rganish ro'yxatiga berdik buni hozir. 50 kilometrlik yo'limiz. Yo'limizga endi mablag' ajratilish